Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari, mana ko'rib turganlaridek shu o'lcham boqishimizni antiqa uslubida hozir yo'lga qo'ymoqchimiz. Ya'ni bu yerda qushxonamiz bor, Mingbuloq tumanimizda. O'sha qushxonadan chiqqan chiqindilarni qayta ishlash uchun shu o'lcham yordamida qayta ishlaymiz va yaxshigina daromad qilish, ya'ni berga ishlab chiqarish maqsadida olib kelganmiz. Yaqinroq olib kelgan. Mana boshqa tuman, boshqa viloyatlarda ham qushxonalardagi chiqindilarni qayerga yo'qotishni boshqa turgan akalarga bu ham bitta lifehack deymizmi, shunday narsa. Ya'ni o'sha qushxonadan chiqqan chiqindilar, ko'rib turganlar, mana bu yerga hozir 5 kvadrat cho'lchak olib keldik, qo'ydik va bu bir 6 oy uzoq, bir 3 oy ko'payish muddati deymiz. 6 oyda mana shu yerdan ham bir 30-40 tonnaga yaqin bergimiz chiqazamiz. Buni keyingi videolarda ham qo'yib ko'rsatib boramiz. Qiziquvchilar bemalol murojaat qilaverasizlar. Qushxonami yoki chorva boqadigan akalarimizni murojaat qilsalar, bergim cho'lchaklarni olib beramiz va bergim ishlab chiqarish sohasini o'rgatamiz. Qo'llanmalarimizni beramiz. Va ertaga chiqqan ishlab chiqadigan bergimlarni o'zimiz sotib olamiz. Bunaqa bizni qayerda ko'rgansiz? Ham tekin garchi beramiz, ham ishlab chiqadigan mahsulotlarni qaytarib sotib olamiz. Yana tekin garchi. Like bosib qo'yasizlar, kuzatishni davom etasa, telefon raqamini qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Aziz kuzatuvchilar, mana cho'lchaklarning zichligini ham ko'rsatamiz.